Surxondaryo viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy boshqarmasi, viloyat ichki ishlar va milliy gvardiya boshqarmalari hamda yo'l-patrul xizmati hamkorligida Termiz shahrida atmosfera havosini zararli moddalar va chang zarralaridan himoya qilishga qaratilgan profilaktik monitoring tadbirlari o'tkazildi. Shahardagi tadbirkorlik subyektlari, jumladan restoran va kabobxonalar ko'zdan kechirilib, tutun filtrlarining samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish va sanitariya holati o'rganildi. Tadbir davomida qurilish maydonlarida ekologik me'yorlarga rioya qilinishi ham nazorat qilindi. Kamchiliklar aniqlangan tadbirkorlik subyektlariga ogohlantirish berildi va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiya hamda takliflar taqdim etildi. Tutun filtrlarining samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish hamda ekologik xavfsiz ishlab chiqarishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish tavsiya qilindi.